Tayyormi? Hozirdan kelib qoldi. Tayyormi? Ketdi. Umuman o'yin haqida nima fikringiz? Avvalo, Sug'urlar jamoasini g'alabadan tabriklayman. O'yinga keladigan bo'lsa, nima endi Turonda aybi Superligaga chiqqanimi yoki sudyalarga tur chiqmayotganimi, bu narsani ikkita o'yindan beri umuman tushunib bo'lmayapti. Buni mana butun dunyo ko'rdi, butun O'zbekiston ko'rib turibdi. Bugun ular o'yinchini boshiga tegib, kirsa razvedkaga bolalar yig'lab yotibdi bular. Bu haromilar kirsa bular, kim chora ko'radi bularga? Qachongacha chidash mumkin bu narsalarga bular? Qachongacha tozalaymiz, shumi tozalagani? Nimani tozalayapti? Nima qilyapti? Kelib ko'mib ketyapti. Ikkita o'yindan beri bular umuman futbol yo'q. Sistok. Qachongacha kim bularga chora ko'radi? Qachongacha bular 70 tadan oshiq, 80 tadan oshiq odam mehnat qilyapti. Bola chaqasini boqaman deb ezilib ketyapti. 3 ta odam chiqib turib bular kallasini olib tashlayapti. Kim bularga chora ko'radi? Adolat shumi? Shumi O'zbekistonda adolat? Qani adolat? Qachongacha korrupsiyaga kurashish mumkin? Qachongacha nimaga biz halol o'ynaymiz, sudyalarga pul chiqmayapmiz. Ana ahvol. Bir so'm pul chiqmasangiz bular kallangizni olib tashlaydi. Kim chora ko'radi? Olib tashasin butun umrga futboldan mani. Lekin bular oxirigacha kurash kerak. Kimdir borish kerak takansi. Nimani ishlayman qani? Xo'psiz, futbol vaziyatda aytibsiz. Yana qaysi vaziyatda bo'yicha? Xo'p, bizda mana ikkita luka bo'ldi. Nimaga uni bermaydi? Bitta moment poylab yuribdi o'yinni boshidan beri. O'yinni boshidan beri 5 ta sariq. Nima bu? Undan ko'ra o'yindan oldin kirib aytsa, bugun sizlar kallangni olib tashlayman. Umuman chiqmaysanlar, siz chiqmaymiz. Biz mana men yosh trenerman, o'sib kelyapman. 2 kunda mana mayli ish, ko'cha to'la ish topib olaman. Lekin mana komanda bilan mehnat qilayotgan odamlar bu yerda bilan, kutib o'tiribdi, kutib yashayapti bilan. Komanda yutsa bilan premiya olsam, bola chaqamni boqaman deb yashayapti bilan. Bu kelyapti bilan kallasini olib tashlayapti. Kim kurashadi bunga? Kim? Bormi? Hamma og'izda gapiradi bilan, amalda yo'q hech narsa. Endi xo'p, bugun jamoa o'yini g'alaba qozonish uchun mashq olish uchun yaxshi o'yin ko'rsatdi o'ylaysiz. Xo'p, o'ynashga futbol berdimi degan savolni bering siz oldin. Har bitta epizod sistor. Qanaqa futbol bo'lishi mumkin? Qanaqa futbol to'g'risida gaplashish mumkin bular? Sizga bilan hakam bilan o'ynashga bermasa qanaqa futbol? Qani futbol? Hop, mana siz. Savolni tutmang bo'ldi. Yo'q,